Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan kechagi ajoyib o'yinlar haqida gaplashamiz. APLda ajoyib o'yinlar bo'lib o'tdi va birin-ketin sizlar bilan to'xtalamiz. Nottingham Forest o'z uyida Manchester Unitedni qabul qildi va ajoyib o'yin guvohi bo'ldik sizlar bilan. O'yin tengma-teng kurashlar ostida o'tdi. Manchester United hisobni ochib olgan edi va bu goliga, Manchester Unitedning goliga Nottingham Forest 2 daqiqa ichida 2 goli bilan javob qaytardi va o'yinning 80-minutlarida Amad Diallo va bu golni pushka zarbada yo'llab o'z hisobiga 1 gol yozdirib qo'ydi. Manchester United mehmonda 1 ochko bilan qaytdi va Burnleyda azizlar, Burnley o'z uyida Arsenalni qabul qildi. Shu statistikani boshidan oxirigacha ko'rib chiqdim, o'yinni va xavfli vaziyatlarni. Burnley deyarli imkoniyat yaratmagan. Arsenal deyarli imkoniyat qoldirmadi Burnleyga va g'alaba qozondi 2-0 hisobida va o'z hisobiga 3 ochko yozdirib qo'ydi. APLda yaqqol peshqadam. Va azizlar, yangilik bor sizlarga. Liverpool va nihoyat g'alaba qozondi. O'z uyida Aston Villani qabul qildi va 2-0 hisobida g'alabaga erishdi va bu osonlikcha qo'lga kiritilgani yo'q. Aston Villa jang taklif etdi va tengma-teng raqobatlar ila o'yin kuchli tus oldi va Chempionlar Ligasidan oldin o'zi uchun 3 ochko qo'lga kiritdi va bu g'alaba suv va havodek kerak edi Liverpoolga. Londonda ham ajoyib o'yin bo'lib o'tdi. Tottenham o'z maydonida Chelsea ni qabul qildi va 0-1 hisobida taslim etildi. Tottenham Chelsea ajoyib o'yin ko'rsatdi va Tottenham varatarisiga qoyil. Bu o'yinda 7 ta seyf amalga oshirdi. Joao Pedro 3 marta birga-bir chiqqan holatda gol ura olmadi. Vicario ajoyib o'yin ko'rsatdi va 8.7 ballga loyiq ko'rildi. Tottenham harchang harakat qilmasin, golini ura olmadi va mag'lubiyatga uchradi o'z uyida. Va Chelsea o'z hisobiga 3 ochko yozdirib qo'ydi. Angliyadan Ispaniyaga ko'chib o'tamiz. Ispaniyada ham ajoyib o'yinlar bo'ldi. Markaziy o'yin Atletico Madrid o'z uyida Sevillani qabul qildi va hech qanaqasiga imkoniyat qoldirmadi. Atletico Madrid 3-0 hisobida taslim etdi Sevillani va o'z hisobiga 3 ochko yozdirib qo'ydi. O'yin shiddatli bo'ldi va aslan bir tomonlama o'yin bo'ldi. Atletico hujumlar ostida kechdi bu o'yin. Atletico kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Bugun Barselona o'ynaydi. Barselona o'ynashidan oldin Atletico o'zi uchun 3 ochko qo'lga kiritdi va Barselona bilan o'rtadagi tafovutni qisqartirib oldi. Bugun Barselonaning o'yini bor. Barselona Elche bilan o'ynaydi va Madridning Real ham bu turda o'yin o'tkazdi. O'zining uyida Valensiyani qabul qildi. Taxminlar o'zini oqlamadi. Xabi Alonso rotatsiya qilish kerak edi va zaxira o'yinchilarini foydalanishi mumkin edi va bu ishni amalga oshirmadi. Barcha asosiy jangchilarni maydonga tushirdi. Kylian Mbappe dubl, Jude Bellingham hamda Carreras o'z hisobiga 1 gollarni yozdirib qo'ygan holatda Real Madrid Torino hisobidagi g'alaba qozondi va o'zi uchun kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Va Anfield oldidan safari kayfiyati a'lo darajada. Ispaniyadan Italiyaga ko'chib o'tamiz. Italiyada ham ajoyib o'yin bo'ldi. Deyarli markaziy o'yin desa ham bo'ladi. Antonio Conte shogirdlari Cesc Fabregas shogirdlarini qabul qildi. Napoli o'z uyida Comoni qabul qildi va nursiz durangga imzo chekishdi. Ajoyib hujumlar ostida kechdi va hech qaysi klub darvoza tomon yo'l topa olmadi. Va o'z hisobiga 1 ochkodan yozdirib qo'yishdi jamoalar. Va Germaniya chempionatida ham markaziy o'yin bo'lib o'tdi. Bavariya o'z maydonida
Bayer Leverkusenni qabul qildi va hech qanaqasiga imkoniyat qoldirmadi. 3-0 hisobida taslim etdi. Keyin maydonga tushmagan o'yinda Bavariya o'zi uchun kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi va jamoasi 3-0 hisobida g'alabaga erishdi. Va yana bir yaxshi yangilik, Cristiano Ronaldo o'zi uchun 951 va 952 golini urdi va rekordlar o'rnatishda davom etmoqda. Va tong sahardan Inter Miami o'ynadi va Messi o'z hisobiga bir gol yozdirib qo'ydi. Bu ikki qirollar 20 yildirki hali ham o'z formasida va bugun ham ajoyib o'yinlar bor. Sizlar bilan birgalikda kuzatamiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha azizlar.